Miatinachi ustamisiz yoki miatinani yangi boshlayotgan ustamisiz, bu videoda o'tkazib yubormaysiz. Sizga albatta kerakli video bo'ladi. Zikrimizdagi shu pachoqni, uzun o'yilib qolgan pachoqni hozir sizlar bilan birgalikda do'pposti videolarni oxirgacha birgalikda ko'rib, ish jarayoni bilan qo'yib boraman akalar. O'tkazib yubormanglar. Chiziq pachoqni qanday qilib chiqaramiz? Bunga kichikroq, uchi yapaloqroq, uchi ingichkaroq instrumentni chiqarishimiz kerak. Iloj bo'lsa mana shunaqa, men doim shunaqa miatina qilgani, shu instrumentdan foydalanaman. Xudo xolasa buni ham mana shu instrumentda chiroyli qilib chiqarib, idealniy shagirdlar bilan birgalikda chiqaramiz. Kamerada yaxshiroq ko'rsatib berasiz. Boshladik. Qo'lni mahkam ushlab olamizda, sekin sidirib tortamiz. Shunda pachoq bir xil tekizda chiqib, ozgina valna bo'yicha qoladi. U yog'ini instrumentni boshqatdan yana ko'tarib chiqamiz. Уже mana boshladik. Videoni uzmasdan ko'ringlar. Ketdi mana. Qarang. Mana surilib chiqyapti mana. Pachoq. Zikrimizni ham ishlar bilan sizlarni video qilib oxirigacha ko'rsatdik akalar. Agar bizni qilib bergan ishimiz, like ko'rsatgan videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmaysizlar.